Yana oldimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarin. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yana oldimlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarin. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yil oshib, tark etmasin yana yil oshib. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yil oshib, tark etmasin yana yil oshib. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra, nigohlarda bayram jilvasin porla. Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z, unga go'zal bezak bo'ladi qorlar, go'zal bezak bo'ladi qorlar. Yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra, nigohlarda bayram jilvasi porlar. Qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z, unga go'zal bezak bo'ladi qorlar, go'zal bezak bo'ladi qorlar. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor.
Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, Mehridaryo ustozlar, qadrli mehmonlar, buvijonlar, oyijonlar, ko'pchilik oyijonlar ekan. Mana bugun biz 1-D sinfning savodxonlik bayramini tomosha qilish uchun yig'ilganmiz. Shu fursatdan foydalanib, maktabimizga xush kelibsizlar. Yana yaqinlashib kelayotgan, hademay eshik qoqayotgan yangi 2025-yil bilan ham hammangizni tabriklayman. Ilohim yilimiz barakatli, omadli, hammamiz uchun yaxshi kunlarga boy yil bo'lsin. Hozir tadbirimizni ochib berish uchun so'zni maktabimizning ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Shohista opamizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimizga yig'ilgan aziz ota-onalar, hurmatli bolajonlar, aziz o'quvchilar. Mana bugungi savodxonlik bayramimizga barchangiz xush kelibsiz. Mana bugungi savodxonlik bayramimizda ishtirokchilari, sababchilari bo'lmish bolajonlarimizni ko'rganimizda ko'zlarimizda quvnatib, mana davramizda juda ham chiroyli bo'lib turishibdi. Bular bizning vatanimizning kelajagi hisoblanadi. Mana shu bugungi alifbe kitobini tugatib, o'qish kitobini boshlashlari, bularni birinchi bayramlari bilan tabriklaymiz. Kelajakda bularga ulkan zafarlar, o'qish va ishlarida omadlar, eng asosiysi ota-onalari istaganday komil inson bo'lib yetishlarini tilab qolamiz. Va shu fursatdan foydalanib, yangi yil 2025-yil kirib kelayotgan yilimiz hammamizga qut baraka, oilamizga tinchlik, xotirjamlik olib kelishini tilab, yangi yil bilan sizlarni va bolajonlarimizni ham yana bir bor tabriklayman. Mana shu tadbirga tayyorgarlik ko'rgan ustozlari, ota-onalari, Dilfuza opaga ham ma'muriyat, maktab ma'muriyati tomonidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat Shohista opamizga ham. Aziz bolajonlar, bugun sizlar uchun eng quvonchli kun. Chunki kitoblarning to'ng'ichi bo'lmish alifbe kitobini tugatdingiz. Shu fursatdan foydalanib, men sizlarni ham bugungi savodxonlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bolajonlar, bugun siz ilk dovonlar oshasiz. Barchangiz tirishqorsiz, o'qish uchun shoshasiz. Men sizlarga ushbu kunda baxt va omad tilayman. Kamolingiz ko'rishlikni Yaratgandan so'rayman. Bolajonlar, alifbeda nechta harf bor ekan? Rahmat, yana? Rahmat, yana? Yaxshi bolajonlarim. Ana endi she'rlarga navbat. Marhamat. Quyoshdek shu'la sochgan, bilimga keng yo'l ochgan, bizni erkalab o'tgan, to'xtatdi, boshlang. Quyoshdek shu'la sochgan, bilimga keng yo'l ochgan, bizni erkalab quchgan, sizgadir ushbu kalom. Ustozjonlar, assalom. Uzun tillab, allalab, oqyu bu oq taraf, ustirdingiz erkalab, sizgadir ushbu kalom. Otajonlar, assalom. Otajonlar, assalom. Rahmat aziz ustozim, mehringiz dilimizda, yoshlikda olgan bilim nur sochar
Vodiylariga tinib tinchimiz aslo, badan salomat bo'ling. Ota-onam doimo. Bilimlar mamlakatin makon aylaganmizda ta'zim va rahmat deymiz sizday aziz ustozga. Bilim olish yoqadi demaylik, charchadik sal, barcha fandan olamiz. Ishoning doim 100 ball. Bizlar maktab qo'ynida o'qib olamiz bilib, kelajakda bo'laylik yurtga kerakli olim. Rahmat bolajonlarim. Biz mana hozir siz aytgandek alifbe kitobidan 26 ta harf, 3 ta harf birikmasi va bitta tutuq belgisini o'rganib oldik. Ana endi o'sha harflarimiz tiliga kirsin. Qani, marhamat. Assalom aziz maktab, assalom mehribon xalq, assalom ey ustozim, avvalo sizga ta'zim. Bor bo'l doim maktabim, buyuk bo'lmoq maqsadim. Bahringda o'qib albat, bo'laman sodiq farzand. Doim taratgan do'stonim, vatan bog'u bo'stonim, dunyo turguncha turgin, doimo obod bo'lgin. Ertaklarni sevaman, ertak jonu dilimdir, har narsaning kaliti do'stlarim nur dilimdir. Faxrimsan aziz vatan, faxrlarga to'laman, unib o'sib bag'ringda senga qalqon bo'laman. Gulman go'zal gulzorda, ochilaman bahorda, yurtim quyoshli oyli, yaproqlarim chiroyli. Hozir javob bo'laman, misol gullari, hazil kashman do'stlarim, buyukdir orzularim. Ilm izzat olmayman, baho olmayman, intilib yuksaklarga, erishgun istaklarga. Sesimiz quvonchim, maktabim bag'rini ochdi, alif bichan kitobim oftob kabi nur sochdi. Jajjigina qo'limga qalam tutgan mehribon, sizga rahmat ustozim, doim bo'ling sog' omon. Kitob menga do'st o'rtoq, qo'llarim nuri qochoq, uni o'qib to'ymayman, qo'llarimdan qo'ymayman. Lola jon yo'ldagi gullar, kuforlari taratib bog'larga bor mehmon. Devolaving asalqad, mehal qalbimga paymon, mening go'zal chamanim, O'zbekiston vatanim. Odalardan navbahon, nafis barglar ochildi, nurafshon quyoshlar har tarafga sochildi. Otachorim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz daryo misol tog'larga yelka toshsiz. Bag'ringizda pishdi piyoz, pishdi qovun tarvuzlar, keling xirmon yeyamiz, hasharga keling do'stlar. Qaldirg'ochim qaldirg'och, ikkimizda aymasin, qaldi qora qarg'alar qanotingni qayirmasin. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodat, so'zlarga to'laman, rostgo'y inson bo'laman. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvsiz unmaydi nihol, suv bu ob-hayotir, suvni qilmaylik o'g'il. Oltining toshi bor, tog'larning ko'z yoshi bor, taraqqiyot yo'lda so'ras yurt quyoshi bor. Ustoz ulug' motabar, o'g'itlar lozim, o'qitgan chekib zahmat, ustoz sizga ming rahmat. Vodiylaring dillarga
yurakni bermoqlarni quchaman. Vatan bizning uyimiz, vatan bizning ko'chamiz, solardagi suvimiz, mazza qilib ichamiz. Xalqimning ovozi balandqo'ronda, humo qushi shotijar moviy osmonda. Yurtim senga shab etdim bugun, qiyosini topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun, olam aro atayan tanho. Zot olim bo'lay desang, ziyoga to'lay desang, kitobga bo'lgin o'rtoq, kitob o'qigin har chog'. O'rganar avval odob, kitob o'qigan bola, yuzi bo'ladi oftob, kitob o'qigan bola. G'ildiragin rizoatan ana degan cho'q bola, g'am deydigan bilmaydi, xuncha kabi yosh bola. Shamoldek shoshmasira, daryodek toshmasira, yilga sochma shaxtingni, mehnatga tog' vaqtingni. Sotman samarga, sosaman har on, bilimlar maskani, maktabim tomon. Chaman bog'larning, bizlar jambil rayhoni, bizning shodon qo'shiqlar, jarang har yonni. Kuylak, o'ynang, ko'nglang, shodlaning bugun, bizni qutlang, alifbeni tugatdik bugun. A'lo mamlakatim, a'lo farzandi, bilib qo'yki, seni vatan sari. Rahmat bolajonlarim. Mana biz hozir mehmonlarga alifbek kitobini qanchalik o'zlashtirganimizni namoyish qildik. Yana navbat she'rga. Marhamat. Alifbeni tugatdik, endi o'qiy olaman. So'zlarni qo'shib birga jumla to'qiy olaman. Harflarni tanidim, yetib oldim siriga. So'zlar tushsa bo'larkan, birim qo'shib birga. Ancha o'ylash bor, hammasini bilaman. To'plab bilim zehnimni, sizni xursand qilaman. A'lo o'qish vazifam, tolmayman o'qishdan, olimlar ham ilmni boshlagan alifbedan. Rahmat bolajonlarim. Endi pastga tushamiz. Hozir navbat raqsga. Qo'shiqni aytmadik-ku. Alifbo qo'shig'i. Hozir alifbo qo'shig'ini sinfimiz o'quvchilari ijrosida xor ijro etamiz. Dilimizni
raqsga beramiz. Hozir zamonaviy gentleman raqsiga, qo'shig'iga raqsga tushib beradi yigitlarimiz. Marhamat, tomosha qiling. Endi navbat sinfimiz qizlari ijrosida Ko'ylagim raqsini tomosha qilasiz. Marhamat.
Birgalamang go'zal qizlarjonim. Endi yana navbat sinfimizning qolgan qizlariga, hozir sizlarga rombi qo'shig'iga raqsga tushib beradi. Marhamat, tomosha qiling. Beğendin mi? Sinfimizning o'g'il bolalar ijrosida hozir bayrog'im hilpiraydi qo'shig'iga raqs tomosha qilasiz. Bular bo'lajak harbiylar. Sinfimizda hamma harbiy bo'lmoqchi. Qani ko'ramiz. Marhamat.
sinfimizni o'quvchilari hozir sizga Vatanjonim Vatanim qo'shig'ini ijro etib beradi. Marhamat. Jonlar, kelajak mening tasavvurimda degan slayd show yaratdim. Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Qani 20 yildan keyin mening qizlarim va yigitlarim qanday ko'rinishda bo'lar ekan? Keling birgalikda topamiz. Nima deyapti javob? Perza guruchi bo'lyapti. Kim deb o'ylaysizlar? Ahmadjon kelajakda mana shunaqa yigit bo'lmoqchi. Inshaalloh. Bu kim? Xushnoza. Aslida. Qaysi Xushnoza edi boyagi? Yangi Xushnoza. Kim deb o'ylaysiz? Shahzoda. Xushnoza. Oysiga Shahzoda. Buni kim deb o'ylaysiz? Shahzoda. Shahzoda. Buni kim deb o'ylaysiz? Sardarbek va Xushnozamiz. Buni kim deb o'ylaysiz? Buni kim deb o'ylaysiz? Bostonlar tanish qizlar chiqsin-da ko'raylik. Buni kim deb o'ylaysiz? 30 yosh. Buni kim deb o'ylaysiz? Voy Habibaxon. Buni kim deb o'ylaysiz? Ha bo'ldi, shu yerdan ko'raylik ana. Habibaxon.
Yo'q, qisib turadi. Ha? Bu kim? Uchta qushnoza bor ekan. Bu kim? Voy, tartib bola bo'lar ekan. Bu kim? Bu kim? To'xta. Chakaraman. Bu kim? 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 Qarang, ko'rsatmabmanmi? O'xshatibsiz lekin tanimadik. Ha? Bu kim? 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 Mana shunimiz yoqdimi? Mana 20 yildan keyin men sizlarni mana shunday anaqada ko'rishni xohlayman. Ana endi sinfimiz hayot bolakaylik hammangiz ko'rasiz. Sinfimiz hayotidan hozir slide show tomosha qilamiz. Marhamat. Thank you.
Bak yana qizlarimizga hozir sizlarga konfetti qo'shilgan raqsga tushib beradi. Marhamat tomosha qiling. Yeah.
Hurmatli bolajonlar, ota-onalar, biz rosa bolajonlarimizni tomosha qildik. Endi sizlarni ham bir tomosha qilgimiz keldi. Marhamat, 3 ta oyi sahnaga, 3 ta oyijon farzandi bilan sahnaga chiqing. Bir chiroyli o'yinimiz bor edi. Tanlab qo'yganmiz. Ha? Yo'q, tanlamaganman, marhamat. 3 ta bo'ladi. 3 ta. Farzandingiz bilan 3 ta. O'g'il bola, qiz bola bo'lsa yaxshi bo'ladi. Paltoyingizni yechib qo'yib, bemalol 3 ta. Hozir 3 ta, keyin yana 3 ta. Ana, bolajonlar, farzandingizga o'xshab, siz ham harakatchan, faolmikansiz? Hozir tomosha qilamiz. Uchta shart Yaxshilar binoga. Qani safdagi bemalol uzoq turib olinglar. Hozir shartimiz anaqamizning o'yinimizning sharti shunday. Sharni tepaga urib turasiz. Pastga tushib ketmaslik kerak. Kimning shari pastga tushsa o'yindan chiqadi. Farzandingizga ko'ylakni kiygizib, tugmalarini, qo'lidagi tugmalarni solib, oldidagi tugmalarni solib qo'yasiz. Kim birinchi bajarsa, o'sha farzandi bilan g'olib hisoblanadi. Tushundingizmi? O'yin shartiga siz anoni yechintirib oling, kostyumini. Kiyinishi oson bo'ladi. Shapkasini yechib qo'ying, shapkasini. Boshladik deganda boshlaymiz. Yo'q, sharni tepaga otib olasiz. Yerga tushirmasdan bir qo'lingiz bilan sharni urib turasiz. Boshqa qo'lingiz bilan kiyintirasiz. Qani qanchalik chaqqon ekansiz oilani ko'ramiz. O'yinimiz boshlandi. Marhamat. Oxirida kim qoldi? Oxirigacha ishni bajarish kerak edi. Marhamat, yana 3 ta.
ona farzandga, farzand onaga yordam beryapti. Hamjihat bo'lsak, hamma narsani uddalaymiz oilada ham, ha? Hurmatli ota-onalar, farzandlarini qarang, onalariga qarashyapti, qarab turmayapti. Mana shunday bo'lish kerak oilada ham. Onalar, ota-onalar farzandlariga yordam bersa, farzandlar ham shunga javoban ota-onalariga yordam berish kerak. Qani qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat, g'oliblar. Qo'yib beraman. Ishtiroklariniz uchun rahmat. Yangi yil archasi she'rini hozir sizlarga aytib beraman. Marhamat. Boylari shukka yetgan bigina bargli go'gacha, zaru marjonlar taqib, yasalishing o'zgacha. Yangi yil bayramida qolmag'ini kutamiz, qop oqib jusaga zavqqa to'lib ketamiz. Kichkintoylar kuylashib, atrofida aylanar, egningdagi chiroqlar kechqurganda tovlanar. Ko'rgan barcha bayramlarda bosh qahramon baland tog'lar oshib kel, uyimizga bo'lmayman. Buncha ham chiroyli sariyam yashil sahargacha yangi yilni ko'rib sevsar chechar. Ana endi hozir hammamiz birgalikda Qor boboni kutib olamiz. Kutib oling. Salom bolajonlar. Mana sizlarning oldingizga uzoq yurtlardan, muzliklardan oshib keldim. Meni kutganmidingiz? Salom Qor bobojon. Hozir bizning sinfimizning o'quvchilari sizga chiroyli yangi yil qo'shig'ini ijro etib beradi. Eshitasizmi? Albatta eshitamiz. Qani birgalikda kuylaymiz va, ha? Yaxshi. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Rahmat bolajonlar, oqarib turinglar. Qori bobojon, qo'shig'ini sizga yoqdimi? Yo'q, yoqdi. Men to'g'risi bu kichkina bolalardan bunday mahoratli ekanligini bilmagan edim. Qani o'zlaringiz bitta qarsak chalib qo'ying. Barakalla. Men sizlarning oldingizga quruq kelganim yo'q. Sizlarga uzoq o'lkalardan zo'r sovg'alarimizni olib kelganmiz. Sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddaman. To'g'rimi? Kim istedi sovg'a olishni? Aya bilaman, kitob. Qani ketdik tepaga. Sovg'amizning birinchi egasi Sobirjonova Xushnoza. Keling. Habiba qizimiz. Akbarjon. Norboyev Temirbek. Odinaxon. Shahrizoda qizimiz. Yasminaxon. Komilbek. Ibrohim. Majulayev. Asliddin. Mana Asliddin. Mana. Alipov Abdulloh. Bunyodbek. Rahmatullayeva Xushnoza. Ahmadjon. Abdulloh. Burxonova Shahzoda. Malika. Noila. Shodiya. Rasulov Timur. Imronbek. Yasminaxon. Ismoilov Jasur. Abdukarimova Shahzoda. Otabek.
Habibaxon. Afruza. Nodiraxon. Munisaxon. Isomiddin. Sardorbek. Sardorbek Oqshodi. Sevdaxon. Hamma sog'oldimi? Eshitmayapti. Qancha gaplar. Qani kelinglar, qaraymiz, qani bolajonlar kameraga qaraymiz. 1, 2, 3. Rahmat Qorbobojon. Ana uzoq o'lkalardan bizning tadbirimizga Qorbobo tashrif buyurdilar. Sizlarni sovg'alar bilan mukofotladi. Endi Qorboboga ruxsat beramiz. Nima deymiz? Hayır. Bolajonlar, Abdulloh tur. Qani yaxshilab turib olamiz. Ana endi navbatga bolajonlarni alifbe kitobini tugatgan bilan hozir diplom bilan mukofotlaymiz, taqdirlaymiz. Nurullayeva Shodiyaxonga alifbeni o'rgandim. 8-maktabning 1-sinf o'quvchisi Nurullayeva Shodiyaga taqdim etiladi. Haqqachalim qo'llab turinglar. Ilhomova Shahrizoda. Yugur. Mahmudova Munisa. Yugur. Burxonova Shahzoda. Sabirjonova Xushnoza. Norboyev Temur. Yugur. Po'lat Bunyodbek. Shavkat va Malika. Abdukarim va Shahzoda. Abdusattar va Muslima. Sultonnazarov Asliddin. Yugur. Eng a'lochi o'quvchilarimdan bittasi. Barakallah. Salaydinov Islomiddin. Ismoilov Jasurbek. Faribjonov Otabek. Izzatullayeva Habibaxon. Saidaliyeva Sevda. Yugur. Abdusattar va Afruza. Said Muhammad Ibrohim. Yugur. Khalid Abdullah. Akbar Komil. Erkin va Noilaxon.
Qodirov Abdulloh. Fayzullayev Muhammad Ali. Hojiboyeva Nodiraxon. Sardorbekova Xushnoza. Muhammadjonova Yasmina. Baxtiyorova Odina. Abdug'afforov Ahmadjon. Rasulov Temur. Rahmatullayeva Xushnoza. Umarov Akbarjon. Ergashev Imron. Mana bolajonlar alifbeni tugatganlik haqidagi diplomlar bilan taqdirlanishdi. Shu bilan hurmatli ota-onalar, bugungi tadbirimiz nihoyasiga yetdi. Hozir Arislari ikki daryo orasini qaddim ko'ring O'zbekiston bolasini. Arislari ikki daryo orasini qaddim ko'ring O'zbekiston bolasini.